أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. alloh taoloning iltifoti bilan sura ol imronning 85 oyatiga kelib qoldik. Biz o'qiyotgan oyatlarda hozir shu iymonning asoslarini bizga o'rgatyapti. Oldingi soat darslarda yahudiylar va xristianlar haqida nozil bo'lgan oyatlarni o'qib o'tgandik. Shuning eng oxirisida iymonning asoslaridan birisi bo'lgan payg'ambarlarning hammasiga iymon etish, birisini ayirib qo'ymasdan alloh taolo aytgan payg'ambarlarning hammasiga iymon etish bu iymonninki olti shaxsisining birisi ekanligini so'zlab o'tgan. Payg'ambarlarning ichida ma'lum bir payg'ambarga iymon etmay qolsaqlar bizning iymonimiz yo'qolib ketgan gapkan. Bu nihoyat zil ish endi. Shuningga iymon etgan vaqtimizda Allohning aytgan payg'ambarlarning hammasiga iymon etdim deb kulli shundoq ifodalashimiz kerak. Bugungi soat darsimizda yana shu iymonning asoslaridan birisini so'zlaydi ekan. Alloh taolo shundoq deydi: Astaidu billah va may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu va huwa fil akhirati minal khasirin. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك ج... أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Mishakevиче nayet muhim imanның asasıdan birisi sözlündü. Yani kimki İslam dininden gayri dinini tilaydiken hergiz yani onun dini kabul kılınmaydı. O ahirette ziyan tartışıdır. İma etqandın, peygamberinin haq ekanligiga şahit bolgandın ve özlerge roşan deliller kelgenden keyin kafir bolgan kavmni Allah qandoq mı hidayet kılsın? Allah zalim kavmni hidayet kılmaydı. Allah'ın periştlerinin ve insanların hemmesinin lanetiga uçraş ularga berilgen jazodur. Ular dozaqda mengu qoladi. Ulardan azap yeniltilmaydi, kechiktirilmaydi. Faqat tövbe qilganlar va buzuq amallarni tuzatganlar buningdan mustasno. Allah mundaqlarga mag'firat qiluvchidir va mehribondir. Yani bu oyat murtad bo'lib ketganlar va kofirlarga, murtad bo'lib kofirlar qo'shib ketganlar haqida nozil bo'lgan edi. Yani murtad bo'lib ketdi degan, burun kofirdi, musulmon bo'ldi. Yoki tug'ilishidan musulmon, keyin musulmon bo'lib qolgandan keyin dindan chiqib ketgan. Dindan yana bo'lgan odam murtad bo'ldi. Irtadda degan shu keyni yana bo'ldi, keyni yondi degan gap. Bu murtadninki hukmi ayrim endi. Murtad bo'lib ketganlar shu men baddala dinahu faqtuluhu degan hadis var. Shuning bilan dinni o'zgartganlarni shu islom shariatining qonunicha o'ldirilish jazosi berildi ekan. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Yani kimki İslam'dan başka bir dinni izleydiken, talep kıldıyken onun herkesin kabul kılınmaydı o. O ahirette ziyan tatquşlardandır. Yani onun ahir bardığan cayı şu dozakka boğalık için. Onun da mengü kalgan dozakka bardığalık için. Keyfe yehdillahu kavmen keferu. Keyfe degan yine qandaqsızmı degan, qandaqsızmı hidayet kıldı Allah Teala bir kavmni kafir olup ketdi. Yine hidayet kılmaydı. Demek keyfeden maksat la yehdillahu demek ekan. İma etip bolgandan keyin yine kafir olup ketken, yani ima etgandan keyin va yana payg'ambar haq deb guvohlik bergandan keyin va o'zlariga ro'shan hujjatlar kelgandan keyin. Yani bu ro'shan hujjatlar degan payg'ambar alayhissalomning rostligiga dalolat qilgan oshkora zohir hujjatlar kelgandan keyin
kafir bo'lib ketgan qavmni Alloh qandoq hidoyat qilsin. Ya'ni mushundoq ro'shan faktlar kelib tursa, yana shuni qoyilmay dinda yenib olgan odamni Alloh taolo qandoq hidoyat qiladi. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi deydi. Yani ashundoq qilmishni qilganlar bo'lsa zolim kofir bo'ladi demoqchi bu yerda. Ashuna qavmni Alloh hidoyat qilmaydi. Ulaika jazaohum. Shular bo'lsa ularning jazosi nima desa, ularga Allohning farishlarining va hamma insonlarningki la'nat bo'ladi deydi. Xolidina fiha. Ular shu la'natda mangu qoladi. Yoki do'zaxda. El maddudi biha alayha. Shu la'nat bilan do'zaxga elib berilgan, shu la'nat bilan uningga elib berilgan do'zaxda. Shu la'natningki oxiri nima bo'ldi? Shu do'zax bo'ladi. La yukhaffafu anhumul azab. Ulardan azab yengilletilmeydi. Ularga mühlet berilmeydi. Yani azraqma bir aram elverişiga azaptan aram elveriş için bir mühlet berilmeydi. Hem de Allah Teala yine Allah'ın rahmet kengine zat oğuşqa ahirde yuqurqi hükümden istisna kılıp ma bir gemni qo'yadi. İllellezine tabu min ba'de zalik. Fakat aşında dindin yeni oldu. Murtat olib ketken bolsa-mı, yine tövbe qilganlar. Tövbe qilib, qaytadan musulmon bo'lganlar va o'zining amalini isloh qilganlarga kelsak, Alloh ularni mag'firat qiluvchi va ularga rahim qiluvchidir. Endi murtat bo'lib ketgan bo'lsa-mı, dindan yeni olgan bo'lsa, endi keyin shu o'lib ketgan qadar yana qayta tövbe qilib musulmon bo'lgan bo'lsa, yana Alloh taolo uning gunohini mag'firat qiluvchi ekan. Lekin kafir bo'ldi, dindan yenib ketdi. O'ldigan vaqtimi shu o'zining kafir holatida, murtad holatida o'lib ketgan bo'lsa, mavi ham shu do'zaxda mangu qolganlarning qatoridan bo'ladi. Mavi iymondagi muhim bir ahkomlarning birisi bu. Alloh taolo hammalarni shu iymon bilan yashab, iymon bilan ketgan nasib qilsin. Ham keyingi oyat Yahudiylar haqida nozil bo'lgan deydi. İnnellezîne keferû ba'de imanihim thumma izdâdû kufran lan tuqbala tevbetuhum ve ulaike humuddallûn. İnnellezîne keferû ve mâtu ve hum kuffârun felen yuqbala min ahadihim mil'ul ardı zeheben ve lev iftedâ bih. Ulaike lehum azâbun elîm ve mâ lehum min nâsirîn. Hakikaten küfürlük kılganlar. Yani İsa Aleyhisselam'a kafir olganlar. Ama Yahudiler Musa Aleyhisselam'a iman etmez. Dep İsa Aleyhisselam'a iman etmegen. Boğaşka İsa Aleyhisselam'a küfürlük kılganlar dep tefsir kıldı. Şüphesizki kafir bulup tövbe kılmasın küfür bilen ölgenlerinin hiçbirinden yani şüphesizki iman etkandan kin kafir bulganlar ondan küfrünü texmi aşırganlarının tövbesi hergizmi kabul kılınmaydı. Yani şular gumrahlardır. Şüphesizki kafir bulup tövbe kılmasın küfür bilen ölgenlerinin hiçbirinden yeryüzüge birikilgan altın fidye bersimi kabul kılınmaydı. Yani şular qattiq azapqa qoladi. Ularni Allohning azobidan qutuldirgan hech bir madadkor bo'lmaydi. Ba'da imanihim degan Musa alayhissalomga iymon etgandan keyin İsa alayhissalomga kofir bo'lganlar. Ondan bu kufrni ziyod qilganlar. Endi İsa alayhissalomga iymon etmadi, uni oz deb, endi Muhammad alayhissalomga iymon etmagan. Mushunda kufrni ziyod qilganlarga kelsak, ularning tavbasi hargizmi qabul qilinmaydi. Ida g'arg'arav agar shu jon halqumga kelsa, uningdan burun iymon etgan musulmon bo'lgan bo'lsa, mahkumga tushmaydi demoqchida bu yerda. Yoki kofir holatda o'lib ketgan bo'lsa, mushta bo'lsa, ularning tavbasi qabul qilinmaydi. Shular bo'lsa, ozg'unlardir, gumrohlardir. Haqiqatan kufrlik qilganlar va o'lib ketganlar shu kofir bo'lgan holatida qabul qilinmaydi. Ularning birisidan mil'ul ardi, zamin to'shqichilik, zamin to'shilgan miqdordagi oltinni fidya qilib beribsizmi? Unidan qabul qilinmaydi deydi. Iymon degan mana bizga butun dunyoni bersimi, uningga teng kelmaydigan darajadagi bir ne'mat mi edi? Mushu oyatning hukmi uchun. Bu iymon degan mushta katta ne'mat Alloh taolo bizga bergan. Shu kufr holati o'lib ketganlarning
o'lib ketganlar qiyomat kuni shu azobdan qutulish uchun zamin toshqidek, zamin toshqidek emas, butun dunyo toshqidek shunda oltinni fidya qilib bersami, ulardan qabul qilinmaydigan gap ekan. udkhil al-fa'u fi khabari inna li shabahi alladhina bi-shart. innal ladhina kafaru wa matu va hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim. Falan deganga innaning xabari, innal ladhinaniki xabari falan yuqbalati. Buningga fa harfi kirdi. Buning sababi nima desa, allazinaninki innal lazinaniki allazinaning shartga o'xshab ketganligi uchun deydi. Agar shartning javobi lan yuqbala degandek ashunda nafi bir fe'l bo'lgan bo'lsa, o'shaning uni oldiga bir fa harfi keladi. Lekin bu shart emas allazina degan. O'zi shart bo'lmasa, shu shartning ma'nosiga o'xshab ketganligi uchun ishta bo'ldi deb tushuntiribdi bularni. Va idanan bitasabbubi adamil qabul anil mavti alal kufri. Ya'ni shuni bildirish uchunki kafir holatda o'lib ketgan kafir holatdagi o'limdan qabul qilmaydiganlikqa sabab bo'lishini deydi. Bildirish uchun. Endi shu kafir holatda o'lib ketsa, ulardan tavbaning qat'iy qabul qilinmaydiganligini bildirib qo'yish uchun demoqchi meni. Ulaika lahum azabun alim. Shular bo'lsa, ularga alamlik azob bordir. Ularni Allohning azobidan qutuldiruvchi yo'qdir. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun va ma tunfiqu min shay'in fa innalloha bihi alim. Endi ma yangi gapma. Hargizmi yaxshilikka erisholmaysizlar. Al-birra degan, ya'ni yaxshilikning savobiga, u ya'ni jannatga erisholmaysizlar. Hatto sizlar o'zinglar yaxshi ko'rgan narsani nafiq qilmoqchi deydi. Yani o'zinglar yaxshi ko'rgan shu mol-mulklardan sadaqa qilmoqchi. Va ma tunfiqu. Nimani nafiq qilsanglar, qandayki bir narsani sizlar nafiq qilinglar, Alloh taolo uni bilib turadi. U hargizmi zoye bo'lib ketmaydi. Alloh shuni qarta mukofot beradi demoqchi. Mush oyat tushgandan keyin sahobalarningki qandoq yaxshilikqa oldirganligi haqida kelgan hadislar bor endi. Shu sahobalarning birisi Hazreti Talha roziyallohu anhu deyman. Mush oyat nozil bo'lgandan keyin o'zining Bayruha degan big'ini sadaqa qilib o'tibdi. Rasulullohning oldiga kelib shuna degan ekan: "Ey Rasululloh, Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday debdi: "Menga nisbatan mening eng yaxshi ko'rgan menim shu Bayruha degan bog'da. Mush bog'ni men Alloh rizoligi uchun sadaqa qilib sadaqa qilib o'tdim" deb kelgan chog'da Rasululloh uningga shuna bir narsani degan endi. Bu oyatlarningki davomini atalik darsimizda o'qiylik Alloh xolasa. Alloh taolo hammaga manfaatli mato qilsin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك.